QJ1300 karton kesish uskunasi zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan va yuqori darajadagi ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlaydi. Uskuna avtomatik karton berish tizimi va PLC boshqaruvi bilan jihozlangan bo'lib, yuqori tezlikda ishlash va yuqori aniqlikni kafolatlaydi. Texnik ko'rsatkichlariga ko'ra, QJ1300 maksimal 1260 mm, minimal 50 mm kenglikdagi kartonni kesib bera oladi. Material qalinligi 1 mm dan 3 mm gacha bo'lishi mumkin. Uskuna 3 kW quvvat bilan ishlaydi va 7 ta kesuvchi pichoqlar bilan jihozlangan. QJ1300 karton kesish uskunasi texnologik jarayonni bosqichma-bosqich amalga oshiradi. Avval karton dastlabki kesishga o'tadi, keyin yo'nalishlar tartiblanadi va yakunda ikkinchi kesish bosqichi bajariladi. Bu jarayon mukammal aniqlik va barqarorlikni ta'minlaydi. QJ1300 karton kesish uskunasi ishlab chiqarishda yuqori aniqlik, tezlik va ishonchlikni ta'minlaydigan zamonaviy uskuna hisoblanadi.